Qunduzxon Toshpo'latova nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol. Assalomu alaykum. Doktor, meni qizim 5 oylikdan boshlab yo'tal bilan olishib kelyapti. Lechini olamiz, yana 1 oyda qaytalanyapti. Og'rib qolyapmiz. Hozir 4,5 yosh. Hozir ham juda qattiq yo'talyapti. Quruq yo'tal. Nima maslahat berasiz? Davosi bormi? debdilar. Bolalarda bunaqa holatlar asosan burunda yoki nafas yo'llarini allergiyasi, allergik rinit, obstruktiv bronxit, allergik bronxit kabi holatlarda yuzaga keladi. Bitta narsani esdan chiqarmasligingizni xohlardik. 3-4 yoshgacha bo'lgan bolalarda har qanday allergiya ovqat allergiyasi deb qaralishi kerak. Shuning uchun bolani ovqat ratsioniga qat'iy e'tibor berish kerak. Kuzating, qaysi ovqatdan keyin bolada xuddi shu holatlar bo'lyapti. Odatda bunday allergiya xurujlari, yo'tal xurujlari bola shirinliklar, konservantlar, tarkibida sun'iy mahsuloti bor mahsulotlardan keyin bolada xuddi shunday yo'tal boshlaydi. Bundan tashqari, ba'zi bir bolalarda qisqa vaqtga sut, tuxum kabi ovqatlardan, sut, tuxum kabi oziq-ovqat mahsulotlaridan so'ng ham yo'tal kuzatilishi mumkin. Bu qisqa vaqtga bo'ladi odatda va o'tib ketadi. Ikkinchidan, e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan narsa xonaning namligi. Xonaning namligi 50-55% atrofida bo'lishi kerak. Xonaning namligi xonaning namligi tushib ketsa, namlik 20-30% atrofida bo'lgan vaqtda burun, tomoq, nafas yo'llari shilliq qavati qurib qoladi. Qurib qolgan shilliq qavatlar orqali allergenlarni, viruslarni, bakteriyalarni o'tishi osonlashadi va kasallik qayta tez xuruj qiladi. 3-o'rinda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa antibiotiklar va isitma tushiruvchilardan bolani imkon qadar uzoq saqlang. Chunki har bitta antibiotik kursidan keyin, isitma tushiruvchilar kursidan keyin bolada allergiya xurujlari, obstruksiya xurujlari tezlashadi. 4-dan e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa vitamin D va omega 3 preparatlarini bolaga ko'plab bering. Bundan tashqari probiotiklar ham berish tavsiya qilinadi, faqat probiotiklarni uzoq muddatga 3-6 oygacha, ba'zan 1 yilgacha bo'lgan muddatda bering. Probiotiklarning tabiiy manbasi bu qatiq hisoblanadi. Bolaga ko'proq qatiq bering. E'tiboringiz uchun rahmat.